Men yomon onamanmi degan savol har doim sizning miyangizda aylanadimi? Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda top-toza uyda hamma ishlari to'liq bajarilgan, farzandlari sokin, xotirjam o'ynab o'tirgan onalarni ko'rib, nega men bunaqa qila olmayman deb o'zingizga o'zingiz savol berasiz, to'g'rimi? Unuting, bu afsona. Real hayotda bunday onalar mavjud emas. Hamma ona xato qiladi, hamma ona charchaydi, hamma ona asabiylashadi va ba'zida farzandiga baqiradi. Ba'zida onalar 10 daqiqa yolg'iz qolishni juda ham xohlashadi. Bilaman, bu qiyin. Ammo ishoning, bu har bir ayol boshidan o'tadigan normal holat hisoblanadi. Va bunday vaziyatda shunchaki atrofingizdan yordam so'rashga uyalmang. Unutmang, farzandingizga hamma ishni ideal qilib bajaradigan robotning keragi yo'q. Unga faqat siz keraksiz. Xotirjam, mehribon, uni butun borlig'i bilan yaxshi ko'ra oladigan ona kerak. Farzandingizning bolaligi sizning qo'lingizda. Shunchaki o'zingizga dam bering, atrofdagilardan yordam oling va o'zingizni tinch qo'ying. Siz yaxshi, mehribon onasiz. Bu so'zlarni eshitishi kerak bo'lgan dugonangizga yuborib qo'ying. Farzand tarbiyasi, uning xarakteri haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni bilish uchun profilga obuna bo'ling.